Assalomu alaykum. Tabiiy nur korxonasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan deko fasonasi 4 kamplik 6 talida toshkentlik mijozimiz xonadonlarga yetkazib berish jarayonlari. Oynalar eng full variantdagi kalyon oyna bo'ladi. Chetlari ham o'ldirilgan. Stol ikkita bo'ladi. Tepada oynaniki, pastda bitta qo'shimcha stoli bor. Pastdagi bemalol noncha, qand, xurus, mayda juda mahsulotlar qo'yishingiz mumkin. Mahsulotlarimizga garantiya berganligimiz sababli barchasi Tabiiy nur brend asosida chiqadi. Tabiiy nur va nomerlarimiz yozib qo'yilgan. O'tiradigan stulni tagida kresslari bor, ya'ni stulga o'tirganingizda rezinalar cho'kib qolmaydi. Asosiy yukni xuddi shu kresl ushlaydi. Bularimiz karkas holati, mana xuddi shu holatiga ratanlar to'qiydi. Mana ichiga kraskalari sepilgan, mana ko'rib turibsiz inshaalloh ishlab chiqarish joyimizdan bu mana. Shu kraskalarni sepganmiz. Hammasi shu kraska bo'ladi mana. Bularimiz parashkoy kraska bo'ladi. Ya'ni qirilmaydi mana. Qo'lda ko'rib turibsiz, qirilmaydi ham. Bizda lola fasonlarimiz ham bor. Bularimizni bukilgan joyini ko'rib turibsiz, zavodga pirta bukkanmiz, sindirmasdan, ya'ni orqaga suyanganingizda sinib ketmaydi. 100% mana shu etlar ushlab qoladi. Kilogramni bemalol bunimiz 300-400 kilogacha yuk ko'taraveradi. Deko fasonlarimiz bemalol 500-600 kilogacha ham bemalol yuk ko'taraveradi. Mahsulotlarimiz aytganimdek barchasi Tabiiy nur brend asosida chiqadi. Bu videomizga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yasiz. Xudo xohlasa, yaxshi kunda, yaxshi soatda manzilingizgacha bepul yetkazib beramiz.